Nega aynan kosmetologiya? Kimgadir dars berishdan oldin men o'zim to'liq o'rganaman o'sha narsani. O'rganmasdan turib kimgadir dars berish bu katta xato. Maqtanib ayta olaman, bemalol biza qilgan ishlarni boshqalar harakat qilyapti. Kosmetologiya akademiyasi O'zbekistonda birinchi bo'lib MS akademiyada bo'lgan, ungacha bo'lmagan. Rivojlanishdan maqsad pul topish bo'lsa, hech qachon rivojlanmaysiz. Yonib ketgan ayolni misol uchun davolab berganman. 3 yil davomida davolab berganman yonib ketgan ayolni. Faoliyatingizni boshlaganingizda qanaqa xatolar qilgansiz? Instagramda voy zo'r kosmetolog, blogerlar, qo'shiqchilar maqtagan qizlar bugungi kunda psixolog yoki diyetolog bo'lgan. Demak, yangi boshlayotganlarga yoki endi boshlaganlarga tavsiya ustozni to'g'ri tanlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Butun umr mana kunuz boshqa joyga chiqib ketmaydi. Yuzini oqlaydigan kosmetolog degan diplom, boshqa davlatga borib ishlash imkoniyati agar yaxshi o'qib, mani ko'nglimdan joy olsa, mana olib boraman, o'quvchilarim boshqa davlatga olib boraman. Malaka oshirishga. Bor yo'q 20 millionchaga shuncha imkoniyat. Tusovkalarga borish yokida nima deydi, mana gap qilishadi o'rtoqlarimiz yig'ilib. Shunaqa narsalarga borish menga yoqmaydi. Qanaqadir foydali narsalar bilan shug'ullanganman. Maktab vaqtida ham nimadir tadbirlar, mana shunaqa narsalarga aralashib, qo'shilib yurganman. Yana bitta narsaki, men mana o'zim uchun o'zimni imkoniyatlarim qay darajada ekanligini o'zim his qilishim uchun menimcha shunaqa ishlayman deb o'ylayman. Ko'proq ish qildingiz, ko'proq Lekin nimagadir erishgingiz keladi. Nimagadir erishkim keladi, nashat pul uchun emas lekin. Pulli bo'lish uchun, boy bo'lish uchun mana shunaqa katta proyektlarni boshlamayman hech qachon. Havas qilaman kimgadir to'g'risi. Yokida ideya tug'iladi. O'zimanda siz bilasiz, uxlaysizmi o'zi deysiz. Kechda ham ideya tug'ilaveradi. Ideya 2 da yozib qolasiz. Ideya tug'iladi, sirasi yozaman. O'sha narsani qilib ko'rgim keladi hayotda. Qani o'xsharmikan, qanaqa bo'lar ekan, o'xshamasachi degan narsa hech qachon menda yo'q, ikkilanish yo'q. O'shani o'xshashiga, rivojlanishiga, zo'r bo'lishiga harakat qilaman har doim. O'shandan rivojlanish bo'lib ketadi o'zi. Aytmoqchi bo'lganim, ertalab o'sha 9 da ishga kelib, kech payt 6 dan keyin ketib, ovqatlanib, oilaviy dam olib, uxlab, shunaqa yashasangiz bo'lmaydi, demoqchiman-da endi. Bo'ladi, unaqa yashasa ham, lekin men 9 dan kelaman ishga, 6 dan keta olmayman uyga. Nima uchun deganda, mas'uliyat degan narsa bor-da, mana o'quvchilar kelishi bor. Komandamiz bor-ku, 6 dan keyin mana ish tugaydi, kurslarimiz tugaydi, MS akademiyada dars jarayonlari tugaydi va har kuni qilingan ishlarni mana menejer bor, administrator bor, boshqalardan nazoratini olaman. Uni ishchilar nazorat qilmasangiz bo'lmaydi hozirgi kunda. Zamon talabi. Zamon talabi. Xo'p, savollar o'zi 3 xil. Siz haqingizda ba'zi savollar bor. Umumiy kosmetologiya haqida savollar bor. Keyin aynan MS xalqaro tibbiyot akademiyasi haqida umumiy savollar. Xo'p, birinchi kosmetologiyadan boshlasak. Mayli. Nimaga aynan bu sohani tanladingiz? Nega aynan kosmetologiya? O'zi kosmetologiyaga kirib kelish menga yoshligimdan unaqa narsalar bo'lmagan. Faqat meditsinani tugatganimdan keyin yo'nalish tanlashim kerak bo'lgan. Yo'nalish ham shunaqa yo'nalish bo'lish kerak bo'lganki, ayollar bilan ishlaydigan kasb bo'lish kerak bo'lganda. Oldingi intervyularimda aytganman-ku, misol uchun doktorlikda ham ishlaganman, o'sha statistikada ham, ijro intizomi bo'yicha ham, kadrda ham, adil kadr bo'lim boshlig'i bo'lib ham ishlab ko'rganman. Lekin ishlaganimga yarasha, nima deydi, motivatsiya olmaganman-da, o'sha sarflagan energiyamga yarasha kompensatsiya bo'lmagan. Lekin kosmetologiyaga qaraganimda patsient bilan ishlaysiz, ayollar bilan ishlaysiz, o'zingizni kabinetingiz, qulay vaqtda dam olasiz. Rezultat qilib bersangiz agar patsientdan chiroyli odziv eshitasiz, minnatdorchilikni his qilasiz. Men oldin ishlagan joylarimda ishni yaxshi qilganman, biladi, ishlagan tashkilotimdagilar hali beri so'rab turishadi meni. Lekin minnatdorchilik kam bo'lgan. Kosmetologiyada patsientga rezultat qilib beramiz. Shogirdlarimiz nimadir rezultat natijalarini ko'rsatadi. O'shandan ishlaganidan odam kosmetologiyada mazza qilib ishlaysiz, xursand bo'lib ishlaysiz. Shuning uchun kirib qolganman kosmetologiyada. Kosmetologiyaga kirganimdan keyin mana shu 2018-yilgacha kosmetolog ekanligimdan faxrlanardim. Hozir ham kosmetologman derdim.
kosmetologiya juda ham chiroyli yo'nalish edi. 2018-yildan keyin kosmetologiya уже preparatlar ham qo'lda sotiladi, parikmaxir qiladiganlar ham botoks qila boshlashdi. Xullas, bu soha bozor sferaga aylanib boshladi. O'shandan keyin уже nima deydi? Kosmetologiyani rivojlantirish kerak ekanligini tushunganman-da. Keyin boshqa proyektlarga o'tib ketganman. Shu proyektlaringiz haqida gaplashsak, loyihalar juda ko'p qilasiz. Akademiyangiz bor, universitet ochyapsiz. Undan tashqari klinika desak bo'ladimi? Klinikangiz bor. Awardslar qilaman, Awardslar bor. konferensiyalar o'tkazaman, kosmetologdan boshqa davlatlarga malaka oshirishga olib boraman. Ko'p proyektlarim bor. Undan Keyin tashqari Insta marketing, zapus kurslarim bor, onlayn darslarim bor, ko'p. Shularni birma-bir ko'rib chiqsak bo'ladimi? Bularni har bittasini maqsadi, g'oyasi. Qaysi biridan boshlaymiz? Akademiyadan boshlasak bo'ladimi? Bo'ldi, akademiyadan boshlaymiz. Men o'zi kosmetolog sifatida ishlab yurganman va keyin meni Estet Education'ga o'qituvchi qilib taklif qilishgan. U Toshkentda. Toshkentda. Taklif qilishganda darsga borganman. Darsga borganimda kosmetolog sifatida o'qishni xohlaydiganlar ko'p. Lekin kosmetologiyada har doim aytaman, yangi yo'nalish, yangi soha, kitob yo'q, hech qanaqa darslik yo'q. Kim nima bilsa, o'sha tajribasini o'rganib ketaverganda pala-partish bo'lgan darslik. Keyin men darsga taklif qilishgandan keyin aytganmanki, xo'p, boraman, lekin darslik bormi deb, oldin men med kollejda ishlaganman, darslik, tayanch konspekt, ma'ruza matn, dars soatlari bo'lar edi-da. Dastur bo'lar edi. Yo'q, dastur deyilgandan keyin o'zi nimalar o'tiladi deb so'raganman, savol berganman. Men protseduralarni o'tasiz, mana shularni o'rgatasiz, bo'ldi deyishgan. Keyin uyda o'tirib prezentatsiya tayyorlaganman. Prezentatsiya tayyorlaganmanda, chunki men shunaqa odamman, kimgadir dars berishdan oldin men o'zim to'liq o'rganaman o'sha narsani. O'rganmasdan turib kimgadir dars berish bu katta xato. O'zi bilmaydigan narsani kimgadir berish bu xato. Keyin dastur yozib chiqqan, yo'q, prezentatsiya tayyorlaganman. O'quvchilarga dars berish boshlaganman. Dars jarayonida prezentatsiyani kamchiligini to'ldirganman, chunki estetist kosmetologiya boshqada yo'nalishi baribir. Biz dermatologiyada boshqa narsani o'tganmiz, kosmetologiyada men ham shogird bo'lib o'rganganman, u boshqa narsa bo'lgan, malaka oshirganman, boshqa davlatlarga borib. Lekin endi обучениyaga o'tganda, обучение umuman boshqa yo'nalishda. Обучениyaning mas'uliyati ko'p. Kosmetolog bo'lib protsedura qilishdan ko'ra, bilasizmi, kosmetologiya bo'yicha dars berishning mas'uliyati juda ham katta. Siz xato yo'nalishda o'rgatsangiz, ko'plab odamlarni xato qilishiga sababchi bo'lasiz. Bu gunoh ozgina, bilasiz-ku. Shuning uchun keyin o'quvchilarga dars berish boshlaganman, ularni talab takliflardan kelib chiqib prezentatsiya mukammal bo'lavergan. Tabiiyki, yaxshi ishlagan ishchi, talabchan bo'lgan odam hech qayerda yoqmaydi. Men shunaqa odamman-da. O'quvchilarning kech kelishi bor, boshqasi bor. O'quvchilarga "Men buni qilib bering" degan, o'sha joyning administratori bilan kelisha olmay qolmaganmiz. U administratorga sifat, boshqa narsa qiziq bo'lmagan, bilim sifati. Keyin men ishlamayman bu joyda deganman. Lekin o'shanda o'ylaganmanki, kosmetologlarni o'qitish uchun men o'shanda bilganman, estetistlar o'sha yerda o'qishini-da. Kosmetolog bo'lish uchun, kosmetolog estetist bo'lish uchun diplom qilish kerak va ularga to'g'ri yo'nalishda ta'lim berish kerak. O'shanda kosmetologiyadagi xatolar, kamchiliklar hammasi bartaraf bo'ladi deganman. O'tirib keyin so'raganman, misol uchun, qanday diplom berish mumkin bularga, qanaqa qilib bularni kosmetologlarni o'qishini rasmiylashtirish mumkin, ofitsialniy qilib, qayerdan rasmiylashtirish mumkin. Keyin o'zi kosmetologiyaga kim qaraydi? Sog'liq saqlash vazirligi. Xo'p, bu kosmetologiyadagi protseduralarga Sog'liq saqlash vazirligi. Endi diplom berishga bizning litsenziyamizda Oliy ta'lim vazirligi va Innovatsion texnologiyalar vazirligi. Bu universitetda ham shu ikkita vazirlik litsenziya beradi. Bizning shu 1 oylik обучение kosmetolog kursimizda ham bular litsenziya beradi. Menga o'zi boshida 3 oylik deyilgan. Men ham oldin ishlagan joyimda 3 oy kosmetologlarga dars berganman. Lekin 3 oyda har kun 2 soatdan через deng. Nima qilaman? Men bilan 3 oy sudrab, chunki viloyatdan keladi-yu, bular bu yerda ijarada turadi, через deng bo'lsa vaqtini yo'qotmasin deb, buni hammasini mukammallashtirib 1 oyga joylashtirganman. Mana shu 15 yillik tajribalarim hammasi mana shu 1 oy ichida
joylashtirilgan. Undan keyin litsenziya olganmanda, litsenziya chiqqandan keyin shu MS Akademiya shaxsiy brendimiz bo'lib, mana уже 4-yil maqtanib ayta olaman, bemalol biza qilgan ishlarni boshqalar harakat qilyapti. Nima uchun harakat qiladi? Chunki zo'r bo'lganligi uchun. Demak, akademiya ochish g'oyasi boshqa o'quv markazida ishlagansiz, yoqmaganidan chiqib ketib, To'ppa-to'g'ri. o'zingiz ochgansiz. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa bo'lgan. Universitet ochish g'oyasi qayerdan keldi? Bizada o'zi akademiyamizga litsenziya berayotgan vaqtda kosmetologiya ular qiziqib qolgan o'zi menga. Chunki men bu narsani pul uchun yoki O'zbekistonda kosmetologiyada обучение markazlari juda ham ko'p. Kimdir pul uchun ochib qo'ygan, kimdir uchun PR uchun ochib qo'ygan. Ko'pchilik masalan akademiya tushunchasini o'zi mana olib kirganman O'zbekistonda ungacha kosmetologiya shkolasi edi, shkola edi bular. Yoki o'quv sentri edi. Kosmetologiya akademiyasi O'zbekistonda birinchi bo'lib MS Akademiyada bo'lgan, ungacha bo'lmagan. Hamma butun boshqa davlatga qarasangiz ham school yoki shkola. Shunaqada. Akademiyani litsenziyasi chiqayotgan vaqtda men dastur yozib, "Sen nimani o'rgata olasan?" degan vaqtda men gaplashganman ular bilan. Ular keyin shuni tizimlashtirib universitet qilish mumkin, universitet emas, institut qilish mumkin degan g'oyani ular menga berib qo'ygan, hukni, ilmoqni berib qo'yishgan. Akademiya ochish payti, akademiya ochmoqchi bo'lib yurgan paytlaringizda. Litsenziya hali chiqmagan vaqtda men ular bilan gaplashib, "Mana bunaqa narsasi bor, kosmetologiyani mana buni qo'shaman." Keyin aytganmanki, kosmetologlarning ko'pchilikda medobrazovaniyasi yo'q. Bir oylik kosmetologiya kursimizda men hamshiralikni ham qo'shaman. Hamshira bo'lish uchun 3 yil o'qish kerak. Lekin menga shunaqa dastur yozib berdi. Mana ko'ringlar, kosmetologiyada hamshiralik ishi. Men shu narsani o'rgataman-da. Men shu narsani o'rgatganimdan keyin shu kichik tibbiy hamshira degan mutaxassislik beringlar deganman. Mani kreativ ideyalarim o'sha yuqori vakillik organlariga yoqqanda, ular o'sha vaqtda menga aytganda, institutga aylantirib yuborsak-chi, mayli, hozir anaqa ishlab tursin, keyinchalik aylantiramiz, sinovdan o'tsang deyilgan bu narsa. Lekin sinovdan o'tdik. Xudoga shukr. Muattar Muhiddinova o'zi kosmetologmi yoki biznes egasi? Men hammaga o'zimni kosmetolog deb tanishtiraman. Lekin biznes egasisiz. Lekin biznes egasiman, to'g'ri. Bizneslarim ko'p, lekin kosmetologman deb tanishtiraman. Biznes o'z yo'liga, lekin men kosmetologlik qilaman. Patsientlarim protseduraga kelsa, bo'ldi deb turib qilib beraman. Chunki men bizneslarimni rivojlantirish uchun sarmoyani oddiy kabinetda kosmetolog bo'lib ishlab topganman. Men har doim kosmetologman deb maqtanib, faxrlanib aytaveraman. 60 yoshda ham kosmetologlik qilaman. Ungacha ancha bizneslarim bo'lgan bo'lsa ham. Bitta e'tibor beradigan joyi, sizda shu kosmetologsiz, o'sha kasbingizda atrofiga qurilganda bizneslaringiz. To'ppa-to'g'ri. Universitet ham, akademiya ham, o'sha klinikangiz ham yoki qanaqadir konferensiyalar o'tkazasiz, Hammasi kosmetologiyaga oid. Ko'pchilik biznes uchun pul uchun har xil soha tashlaydi, o'zi tushunmagan sohalarga ham kirib ketadi. Pul uchun qilganligi uchun. Pul uchun. Rivojlanishda bilasiz, mana bitta ishni ushlaysiz-ku, rivojlanishda maqsad pul topish bo'lsa, hech qachon rivojlanmaysiz. Sohani o'rganish, sohani rivojlantirish, o'ziz erishgan natijangizdan, o'ziz yutug'ingizdan boshqalarga maqtanish emas, o'zingiz xursand bo'lib, o'ziz relaks olsangiz, shunda orqangizga qarasangiz, pulingiz ham ko'payib ketgan bo'ladi. Sizga ergashadiganlar ham, sizga havas qiladiganlar ham ko'payib ketgan bo'ladi. Men hech qaysi yo'nalishimni, mana kosmetologiya yo'nalishim, akademiya ochdim, universitet ochdim, mana shu pul uchun emas birortasi. Bizda ko'pchilikning noto'g'ri tushuncha bor. Kosmetologiya esa lab ishirish deydi. Shunaqa, noto'g'ri. Yoki yuzni qanaqadir o'zgartirish deydi. Men o'zim siz loyihangizni ham ssenariyga gaplashib turganimda shunaqa kosmetologiya sohasi bo'yicha universitet, akademiya ssenariy yozish kerak, reklamalarga chiroyli kreativ ssenariy yozish kerak deb gapirishganda, lab ishiradimi, botoks qiladimi, u haromda, o'shani bitta bilib bering degan Savol bergan. Ha, shunga o'xshash savol berganda, o'zi kosmetologiya ham tibbiyot qanaqadir bitta bo'lag emasmi? Bo'lagi, to'ppa-to'g'ri. Kosmetologiya tibbiyotni alohida qismi, alohida. Kosmetologiya tibbiyotni alohida qismi bu. Kosmetologiyada odamlar har xil narsalar, miflar, yolg'onlar yoki hamma o'zini stilda o'rgatishni boshlaydi. Bu hammasi mana universitetimiz o'qish dars jarayonlari boshlansin, o'shanda saralanadi. Mana akademiyamizni ochganimizdan keyin hatto professional ofislarimiz biz bilan shartnoma tuzib ishlashni boshlashdi-da,
sizni o'quvchilaringiz boshqacha deydi. Sizni o'quvchilaringiz preparat olganda ham nimani olishni biladi. Boshqa kosmetologlar, yillab ishlagan kosmetologlar ham bizdan preparat sotib olmoqchi bo'lsa, mana bu yuzga qaysi edi? Klientimning problemasi mana bunaqa edi deydi. Kosmetolog preparat sotuvchiga so'ra, kosmetolog preparat sotuvchidan so'raydigan savolni qarang. Mani o'quvchilari boshqacha. Mani o'quvchilarim patsient bilan gaplashishdan boshqacha. Soha shunaqa chiroyli filtrlanadi. Mana 1-2 yil ichida bitta narsani aytmoqchiman yana shu o'rinda. Kosmetologiya mana Instagram, sotsial set rivojlandi. Lab hozir qilasiz, srazi postda chiroyli bo'ladi. Srazida 15-20 minut vaqt ketadi bo'ldi bitta lab qilishga. Lab qilib pul topish juda ham oson. Labni doy postlisini qo'yadi, bo'ldi tamom. Bir kunda 5-6 ta lab protsedura qilsa bo'ladi, kosmetolog yaxshi pul ishlab o'tiradi, bo'ldi. U kosmetolog emas u, faqat lab qiladi. U kosmetichka u. U kosmetichka, haqiqatda faqat lab qiladiganlar kosmetichka. Kosmetolog terini yoshartiradi, terini davolaydi, yoshligini saqlab qoladi. Kosmetologning ishi ko'p, faqat lab qilish emas. Mana botoksni o'zi aslida doktorlar qilish kerak. Boshqa davlatlarda doktorlar qiladi. Men boshqa davlatga o'qishga boraman-da, estetist va bunaqalar qiladi desam, "Voy" deydi, ular qo'rqib ketadi. Bizlar O'zbekistonda qilaveradi. Salonda ishlaydiganlar ham, tirnoqchilar ham, uyida, masalan, men o'zimga ham yo'sa, uyda o'tiraman, uy bekasiman, faqat botoks qilishni o'rgatib qo'ying deydi. Opa, bu sizga ko'ylak tikish emas. Opa, bu sizga sochni kraska qilish emas deyman. Voy, bo'pti deydi. Baribir boshqa kosmetologdan o'rgatadi. Sohani ko'rdingizmi? O'g'il bolalarning ichida ham shunaqa tushuncha bor. Sochi yuzi qarab bo'lmaydigan darajada ugri bo'lib ketadi, lekin kosmetolog davolaydi shuni. Yo'q, kosmetologga borib qo'ysa, o'rtoqlar orasidagi gap so'z bo'ladi. Erkakmisan? Noto'g'ri-da. Erkak bo'l. Noto'g'ri tushuncha mana. Navarot, o'shani davolab, yuzi chiroyli qilib yurgan yaxshi emasmi? To'g'ri. Chunki kosmetologiya bu estetik, chiroy beradi. Kosmetologiya bu estetik fan. Estetika o'zi nima? Chiroy, go'zallik fani bu. Bu erkaklar yoki ayollar qiladigan ish yoki erkaklar bo'lmaydigan, ayollar qatnaydigan protsedura degani emas. Hammaga kerak. Hozirgi kunda kosmetologiya shunaqa rivojlangan, soch to'kilishini hatto davolayapti. Men oxirgi doy postimni ko'rdingizmi? Kuygan Ajogoviy sentrga qimmatga analiz topshirishgan. 7 millionga Ajogoviy sentrga analiz topshiribdi. Ajogoviy sentr unga g'oz yog'i suring deb aytgan. Bo'lgan 2 xil mazza yozib bergan. Bo'ldi. Boshqa davolamagan, boshqa hech narsa yozib bermagan. Haqiqatdan ham yo'q-da, yo'q. Yozib beradigan narsa yo'q. Bu haqiqat, tan olish kerak. Bu meditsina oqsoqlangan degan emas. Kosmetologiya shunaqa rivojlanganki, mana bir haftalik natija qo'ydim. Nimadan qo'ydim? Kuyganda birinchi yordam uchun bizda alohida narsalarimiz bor, preparatlarimiz bor. Shunday onasiga aytdim, "Men shuni suring" dedim. Misol uchun. Surdi, bir haftalik do'y posti. Instagram sotsial set rivojlanganda kosmetologlar faqat mana sraz momentalniy natija beradigan do'y postlarni qo'yishyapti-da, lab, misol uchun botoks, odamlarning muammolari, "Voy, menda shu" deb odamlar shuni talab qilyapti. Demak, kosmetolog faqat shu protsedurani qilar ekan deb talab qilyapti. Kosmetologning qiladigan ishlari juda ham ko'p. Rostdan ham yuzi kuyib, tanasi, terisi, qo'li, qatlari bir kuyib, qiynalib yurganlar bor. Chandiq dog' bo'lib yurganlar bor. Tashqariga chiqishga ham uyaladi-da. To'ppa-to'g'ri. Men o'zim praktikamda bo'lgan, yonib ketgan ayolni misol uchun davolab berganman. 3 yil davomida davolab berganman. Yonib ketgan ayolni Qashqadaryolik edilar. Tashab qo'yaman do'y postlarini sizga. O'sha patsientkamizni mana shu kosmetologik muammolar bilan, problemalar bilan davolaganmiz. Yana Olmaliqda bitta klientim bor edilar. U qiz ham zavodda ishlaydi, yonib ketgan. Даже bo'yin platizmalarigacha yonib yopishib qolgan edi. Shu kosmetologik protseduralar bilan o'zimiz ukollarimiz, o'zimizni o'sha kuyganda suriladigan preparatlarimiz bilan davolab berganman. Qimmatga emas, arzonga, lekin rezultati zo'r. Qoshlari to'kilib ketganda, qoshlar ekib berganmiz, mana chiroy berganmiz. Haqiqiy kosmetologiya shu. Faqat labni shishirish emas kosmetologiya. Haqiqiy kosmetologiyada protsedura qilaman desa, protsedura juda ham ko'p. Lekin masalan, men o'zimning shogirdlarim voy anaqa Instagramga lab qo'yaman-da, odamlar mana bunaqa deydi. Odamlar shunaqa lab o'shitigan yoki botoks qilgan kosmetologni zo'r kosmetolog deb o'ylaydi.
Men tushunmayman odamlar qayerdan bunaqa meninyaga kelib qolishgan. Lekin shuni zo'r deb o'ylashadi. Kosmetologiya umuman boshqa narsa. O'sha uchun aytamanda kosmetologiya sohasi rivojlanyapti. Kuyganlarni davolayapti. Kosmetologik protseduralar, soch to'kilishini davolayapti, toshmalarni davolayapti. Yangi lazer apparatlar, yangi preparatlar hammasi kosmetologiyada ishlab chiqarilyapti. Butun dunyoda kosmetologiya rivojlanyapti. Lekin O'zbekistondagi kosmetologlar rivojlanmayapti. Muammo shunda. Xo'p. O'zingiz professional kosmetolog deb ayta olasizmi? Va professional va noprofessional kosmetologiya o'rtasida qanaqa farq bor? Men o'zim professional kosmetologman deb ayta olmayman, chunki bu yangi yo'nalish, yangi soha. Bu, misol uchun, bilimda eng zo'ri man deb ayta olmaydi odam. Teng bo'li, biz meditsinani bitta bo'lagi kosmetologlar. Meni praktikamda 15 yillik praktikamda uchramagan qanaqadir teri kasalligiga yoki teridagi muammo kosmetolog bo'lganiga 3 yil bo'lgan boshqa kosmetologni praktikasi uchragandir ehtimol u davolagandir. Bu narsada men eng zo'riman deb aytib bo'lmaydi hech qachon. Lekin men imkon qadar asoratlarsiz protseduralarni qilib berishga harakat qilaman va shogirdlarimga ham natija uchun ishlashni tavsiya qilaman. Lekin bilasizmi, og'riqli joyi bor, aytishim kerak. Shogirdlarim ham Instagramdagi kosmetologlarni doim postlariga aldanib qolishadi. Bizda ba'zida o'qishadi, ularga обучениyaga borishadi, o'qishadi. O'sha borganda ba'zilari 50% biladi xatosini. O'sha o'rgatgan texnika bo'yicha patsientga qiladi-yu, patsientga qilganda o'sha yana 50% xatosini biladi. Lekin men indamayman, borma, qo'yma demayman, to'ppa-to'g'ri hammadan o'rganib chiqing deyman. O'rganib chiqaversin, o'shanda biladi. O'shanda filtr qiladi. Odamzodgacha to'g'risini aytsangiz yoqmaysiz, bilasizmi? Odamzod o'zi pul sarflab, vaqtini sarflab, borib, o'sha narsa xato ekanligini tushunishi uchun qo'yib berish kerak-da. Keyin yana atrofimga yig'ilib olishadi. Ustoz deb. O'zi kosmetologiya nimaga bunchalik aktual bo'lib boryapti? Chunki yangi soha, bilasizmi? Odamlar tashqi ko'rinishini chiroyli qilishga harakat qilishyapti. Oldin, misol uchun, ayollar topgan pulini nima qilardi? Yig'ar edi. To'g'risi, yig'ar edi. Masalan, mening onam yig'ganlar, o'qitganlar, boshqa qilganlar. Hozir to'g'ri o'qitib, oilasiga ham qilyapti, lekin ayollar o'ziga qarashni boshlayapti. O'ziga qarashni boshlagan sari mana oldin 35 yoki 36 yoshli ayolni ko'rsangiz, bilasizmi? Qanaqa ko'rardingiz? Ajinlari bor, yuzlari osilib qolgan, horg'in, charchagan ayolni ko'rardingiz, to'g'rimi? 35 yoshli ayollar tursa, 50 yoshli klientlarim bor. Qanaqangi chiroyli turadi. 25 yoshda turadi. Mana bu kosmetologiya natijasi. Talab ko'payapti kosmetologga. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun 100 yil oldin shu onalarimiz oshga o'smani suvga quloqda rayhonni shundoq ilganlar bo'ldi. O'shani o'zi yetarli emasmi demoqchiman? Yo'q, mana to'ppa-to'g'ri 100 yil oldin deyapsiz. Endi tarixga ham qarash kerak. Hozir 2025 bo'lsa, 100 yil oldin 1925-yil bo'lgan-a? 1925-yil Birinchi jahon urushidan endi chiqqan vaqti bo'lgan odamlarni. 21-yilda urush tugagan bo'lsa, Birinchi jahon urushidan chiqqan, uylar yongan, vayronagarchilik, kambag'alchilik odamlar, misol uchun, ayollar eriga chiroyli ko'rinish xohlashmagan, qizlar yigitlar bilan sevishni xohlamagan, xohish bo'lgan. To'ppa-to'g'ri, xohish bo'ladigan vaqt bo'lmagan. Urushdagi chiqqandan keyin yetib yetishmovchilik bo'lgan, odam kamayib ketgan, ko'proq tug'ish kerak bo'lgan, odam nima deydi? Jamiyatda odam sonini ko'paytirish kerak bo'lgan vaqt bo'lgan. U vaqtda o'ziga qarash yoki chiroyli kiyim kiyish, boy kambag'al yoki san chiroylisan, san xunuksan degan narsa bo'lmagan. Yana bitta narsa, mana bu savol menga ko'pchilik beradi, kommentariyalarda ham yozishadi. Voy onalar, mana suv haqida gapirdimi? Suv ham misol uchun toza emas, o'sha suv ham terini quritadi deganimda, onaxonlarimiz deyapti, oldin suvda cho'milib yurishgan deb to'ppa-to'g'ri. Qani bizda hozir iste'molimiz uchun xlor aralashtirmagan toza suv bormi kanalizatsiyada? To'g'risi bormi? Yo'q. Oldin onaxonlarimiz mana soydan suv olib cho'milishgan. To'g'risi, o'choqda qizdirib, hammomlarda cho'milishgan. Hozir bizda kanalizatsiyadan nima keladi? Qayta ishlangan suv keladi. Qayta ishlangan suvda u minerallar bilan foydali tuzlar yo'q.
har doim go'zal, yosh ko'rinish uchun pul sarflab kosmetologga borish shartmi? Boshqa yo'li yo'qmi? Har doim go'zal, yosh ko'rinish uchun nafaqat kosmetologga borish kerak. Bilasizmi? Klientlarimga aytamanda shunaqa deb. Biza kosmetologlar sizlarni tashqi ko'rinishlaringizni yosh, chiroyli qilib qo'yamiz, lekin ko'zingiz kulmasa, ko'zingiz vredniy bo'lib tursa, uni foydasi yo'q. Tashqi ko'rinishingiz chiroyli bo'lishi mumkin, lekin ichki qalbingizni chiroyli, go'zal, sofligi ko'zingizdan bilinib turadi. Borda shunaqa klientlarim, yuzlarim yaxshi, chiroyli turibdi, lekin nimaga mana bu qizingizni qarang, shogirdingizni boshqacha turadi-da deydi. Opa, uni ko'ngli toza deyman. Qalbi, ko'ngli toza bo'lgani uchun ko'zi kulib turadi. Sizni ko'zingiz kulmayapti, men ko'zingizni kuldirib qo'ya olmayman deyman. Keyin mana kosmetolog bitta narsada klientlar to'g'ri savol berdi. Doimiy kosmetologga kelish kerakmi? Yosh, chiroyli bo'lish uchun dedingiz. Doimiy kosmetologga kelish kerak emas. Kosmetolog sizni shuncha yilda yuzingizda bo'lgan muammolaringizni, teringizda bo'lgan muammolaringizni bartaraf qilib, davolab, sizni sog'lomlashtirib, chiroyli qildi. Endi navbat sizniki. Siz buni ushlab qolishingiz kerak bo'ladi. Stomatologdan misol keltirsak bo'larkan, har kuni tishingni yuvib yur deydi. To'g'ri. Yani 6 oyda bir yilda bir baribir ko'rikka kelib turadi, profilaktika uchun. Kosmetologiya ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa, gastroenterologiya ham shunaqa, dieta qiladi, tabletkalarni ichadi, o'sha metabolizm, qabziyatlarini, gastritlarini, hamma narsasini davolab oladi, kasalliklarni bo'ldi har 6 oyda ko'rikka kelib turadi. Yoki berilgan tabletkalarni vaqtida ichadi, yoki o'sha aytgan qattiq ovqatlarni yemaydi, ovqatdan oldin kefirlarni ichib turadi. Kosmetologiya ham shunaqa, biz chiroyli qilib qo'yamiz. Uy sharoitida ishlatadigan narsalarni ham berib yuboramiz. Faoliyatingizni boshlaganingizda qanaqa xatolar qilgansiz? Aynan kosmetologiya bo'yicha. Zo'r savol bo'ldi. Agar men faoliyatimni boshlaganimda, men shunaqa MS akademiyaga o'xshagan akademiya bo'lganda, yokida 15 yillik tajribasini buni qilma, bu preparat mamnaqa, mana bu protsedura umuman bo'lmaydigan protsedura deb aytadigan kimdir bo'lganda, men hozir bundan ham zo'r natijaga erishgan bo'lardim. Men shu xatolarni, kamchiliklarni to'g'rilash uchun xato kamchiliklarda kosmetologiyada nima ketadi? Faqat vaqtingiz, pulingiz ketadi. Yangi texnika o'rganasiz, yangi preparat sotib olasiz, bu vaqt ketyapti, bo'ldi. Natija olmayapsiz. Mana shu narsa uchun 15 yil vaqtim ketgan. Lekin men hozir yosh shogirdlarimga qilma, uni qilib ko'rganman, даже aytaman-da, voy mana bu apparatda ishlab ko'rganman, mana rasm bilan tashlayman, buni qilib ko'rganman, mana deyman. Deydi. Deydi sovuqqonlik bilan-da, baribir qilib ko'rgisi keladi. O'sha uchun bilganingni qil deb qo'yadigan bo'lganman. Qilib ko'rsin, u ham xato qilsin, uni ham boshi urilsin, to'g'risi. Men boshlaganimda BB Glow protsedura qilmas edim. BB Glow bo'yicha men O'zbekistonda o'zim master klass o'tganman, lekin o'zim qilib ko'rmaganman. Voy deganman, qilyapman-da master klass, oxiri aytganman, yo'q, men buni qilmayman, lekin qizlarga aytganman. Men sizlarga hozir shuni o'rgatdim, chunki men spikerman, lekin hech qachon buni qilib ko'rmaganman deganman. Yana men rastushovka tatuaj ham qilganman. Rastushovka mayli qilardim, lekin tatuajlar qilmas edim, to'g'risi. BB Glow protsedura qilmasdim. Ko'p protseduralarni o'rganganman. Misol uchun hammasini ham qilmayman hozirgi kunda. Faqat keraklilarini qilaman. Lazer apparatlar sotib olgan vaqtim bo'lgan, 5000-6000 dollarga, lekin Instagramda yoki o'sha Telegram gruppalarda zo'r deb maqtalgan lazer apparatlarni O'zbekistonda birinchi bo'lib sotib olganman. Sitorabonov degan shogirdim bor. Rosa u ham yangiliklar qilishga qiziqadi. Buxorolik Sitorabonov Hamrayeva. Olib qilib ko'rganmiz, o'xshamagan. O'sha apparatlar turibdi. Hali ham turibdi. Uni sota olmayman, birovga tavsiya ham qila olmayman. Lekin men ushlamayman. 15 yil mana shunaqa nima deydi, tajriba yig'ish uchun umrim ketganiga. Men uchun hamma narsa har kunim qiziq bo'lgan. Xo'p, yangi boshlaganlarga yoki endi shu sohaga kirmoqchi bo'lganlarga sizni qaysi xatolaringizni takrorlamasligini xohlaysiz? Men o'zi birinchi chistka, peelinglarni, mezoterapiyani O'zbekistonda o'rganganman, kosmetologiyani. Boshqa protseduralarni boshqa davlatda o'rganishimga sababi o'sha vaqtlarda Pirix T33 degan peeling O'zbekistonga kirib kelgandi, Vaiko brendiniki. O'shani endi bitta kosmetolog master klassi o'tyapti. 20 nechta kosmetolog kelgan, voy tushuntirib bera olmayapti-da, o'sha narsani yetkazib bera olmayapti. Men unga savol berganman-da, bilganman, u hech qanaqa medobrazovaniyasi yo'q. U prosta mana shu brendni olib kirgan
anaqa olib kirgan distribyutorni tanish kosmetologi bo'lgan. Bu kosmetologlarni yig'ing degan o'tkazib bergan. Endi bu 2015mi, 2016-yil. 2016 menimcha. Eshitib turganman-da. Yo'q deganman. Men O'zbekistonda kosmetologiyani o'rganmayman deganman. Bu tanlovim to'g'ri tanlov bo'lgan. Yangi kirib kelgan kosmetologiyaga qiziqayotgan, kosmetologiyani endi boshlagan kosmetologlarga tavsiyam ustozni to'g'ri tanlash kerak ular. Ustozni qanaqa tanlaydi? Mana o'sha yaqinda piling muammosi bo'yicha ham qiz kunuzga chiqib ketdi-yu. U qiz ham 2 ta 3 ta ustoz ko'rgan. Diplom qilib beraman deganlarni ham, diplom berganlarni ham ko'rdi. Uni boshiga kulfat tushdi, ish tushdi. Kim yordam berdi? Qani ustozi? Qani ustozi? Qani unga diplom beraman deb u bechorani aldab pulini olganlarni diplomi qani? Yo'q, hech qaysi yo'q atrofida. Unaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi kosmetologiyada. Endi bu qizniki qanaqadir bo'lib kunuzga chiqib qoldi. Chiqmagan voqealar qancha? Mana ustoz, men shu uchun aytaman-da, birovga dars berish yoki birovga diplom berish mas'uliyati og'irroqda bu narsani. Odam o'ylashi kerak, shoshma, ertaga men shunga noto'g'ri o'rgatsam, shu noto'g'ri o'rgatganimni xatosi qancha aholi jabrlanadi. Yoki men shu o'rgatgan shogirdim, meni o'rgatgan narsam, bilimim orqali qancha odamni jabrlaydi. O'shani ham gunohiga bu ham sherik bo'ladi-da. Diplom sotishadi, aldab sotishadi, misol uchun. Qani turib bera olmadi-yu o'sha diplomni. Kosmetolog ekanligini isbotlab bera olmadi-yu. Yangi kosmetolog bo'lishni xohlaydiganlarga, sohaga yangi kirib kelganlarga ustozni to'g'ri tanlash kerak. Ustozni to'g'ri tanlash uchun Instagramdagi podpischilariga ishonish kerak emas. Demak, yangi boshlayotganlarga yoki endi boshlaganlarga tavsiya ustozni to'g'ri tanlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Endi ustozni to'g'ri tanlashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Chunki ustozchi butun umr uni yo'lini yo'ritib turuvchi shamchiroq bo'ladi. Butun umr. Mana ustozimni ko'rdingizmi? Podkast qilamiz dedim. Yakshanba dam olish kunlari edi. Bo'ldi, universitet ochibsiz, men turib beraman yoningizda deyaptilar. Mana ustoz. Ko'rdingizmi? Turib beraman yoningizda deyaptilar. Men lekin u kishida bor yo'g'i 1 oy o'tirganman. 1 oy ham eshitdingiz. Abitgacha bor, abitdan keyin ishlagan. Abitgacha bor, abitdan keyin ishlaganman ishxonamda. Qaysidir kunlari bormaganman. Lekin bir-birimizga hurmatimizni, ishonchimizni muomala qilayotganimizda men universitet ochib qo'yganman degan, akademiya ochib qo'yganman degan narsa yo'q edi menda. Men kim bo'lsam ham shu ustozimni shogirdiman. O'zimni darajamni, o'rnimni bilib, ustozim gapirsa deb turdim. Hozirgilarda unaqa narsa yo'q. Endichi qanaqa ustozni yaxshi tanlash odam o'ziga bog'liq. Men ham hozir chiqibchi, quruqdan quruq va'dalar berib qo'ysam, shogirdlarim ko'payib ketadi. Lekin men to'g'risini aytaman-da, to'g'risini aytganim uchun haqiqatni tan olgan odamlar menga o'qishga keladi. O'shalar bilan ishlash mazza. O'ziga bog'liq odam. Unga men biror narsa deya olmayman, qanaqa tanlashiga deb. Qanaqadir kriteriyalar yo'q feedback qilish uchun. Siz misol uchun ustoz tanlashda nimalarga ahamiyat berasiz? Men ustoz tanlashda birinchi marta ustozimni piramidaga kosmetologlar bilan 2013-yilning oxiri edi menimcha. Piramida Chorvoqqa borganmiz, Jermaxil ofisimiz olib borgan edi. O'sha yerda dars bo'lgan. O'shanda hamma yoshi katta ayol, u vaqtda kosmetologlar boshqacha edik baribir, bilimga ega edik. Hozirgi kosmetologlarga bilim kerak emas, PR kerak. Instagram kerak. Hammasi o'rab olib, savol-javob qilganda qiziqqanman. Kim ekan bu ayol deb qiziqqanman. Orada shunaqa narsa bo'lganki, men даже u kishiga borayotganligimni bilmaganman shogirdlikka. Lekin men klinikalarga borganimdan keyin mana sizga aytib berdim-ku, men abitgacha o'qib, abitdan keyin ishlashim kerak. Men shunchaki vaqt o'tkazishga kelmaganman deganimdan keyin, bunday xonalarga kirganimdan keyin voh deganman. Ko'rganman, o'sha ustozimga kelganligimni ko'rganman. Mana ustoz tanlashda, bilasizmi? Hozirgi kunda kosmetologiyada ustoz tanlashda men tavsiya qilardim. Imенно full face, botoksni, labni full face bo'yicha, lab bo'yicha o'rganishga borish uchun Gulchehra Abdullayevani o'sha opani tavsiya qilaman. Opani ishi haqiqatda zo'r, bilasizmi? Haqiqatda zo'r, lekin kibri yo'q. O'zbekistonda yo'q unaqa full face qiladigan kosmetolog. Yangi chiqqan Instagram zvezdalari bor, man deydiganlari. O'zi filler bilan filler farqini,
yoki misol uchun savol bersangiz tushunmaydi, makillab qoladi. Lekin Instagram uchun zivizda shogird olaman, lab qilishi $1000 ekan. Qarang, bitta lab o'rgatishi $1000 ekan. Lekin o'sha Gulchehra opa umuman kibri yo'q. Borsin full face o'sha kishidan o'rgansin. Doy postlari ham realniy, full face emas. Botox bo'yicha borsin mana Muqarnas klinikada Gulchehra Shamsiyevaga o'rgansin. To'g'risi. Hammasi menga kelsin demayman. Mana zo'r odamlarga borsin, tajribasi necha yil Instagramda hozir 20 yillikda yoshi katta bo'ladi-yu kosmetologlarni. Yangi boshlagan, lekin yoshi katta. Hamma ishonib qoladi. 10 yil, 20 yil tajribam bo'lsa, unaqa emas. Unaqa narsa emas. Instagram ko'pchilik aldab qo'yapti-da hozir. O'sha kosmetologni qilgan ishlariga, qaysi davlatga realni o'qishga borganiga yoki da protseduralarni qanaqa qilib tushuntirib berayotganligiga qarash kerak shogird bo'lish uchun. Chetda ko'p o'qiganman siz boshqa davlatlarda. Aynan qaysi davlatlarda o'qigansiz, qancha muddat o'qigansiz va nimalarni o'rgangansiz? Birinchi borganim aynan o'sha o'zi skin estetik oldin vokzalda bo'lardi, podvalda edi skin estetik ofisi. Razmovskaga kelganlarda Moskvadan bizga botoks darsini o'tganlar. Botoksdan keyin birinchi botoksga qatnashgan darsim shu bo'lgan aslida. Undan keyin Gagik Makiyanga borganman, plastik xirurg doktorga botoksga individualniy 3 kun. Keyin bu neyroprotein tarkibi deb tarkiblarini tushuntirganlarda, Gagik Makiyan ham doktor, men ham doktorman, gaplashib turganimizda, "Yo'q, men bu protsedurani qilishdan oldin chuqur o'rganishim kerak" deganman. Shu bilan kadaver kursi bo'lgan keyin Amsterdamda bo'lgan kadaver kursi. O'zim yoshligimda Niderlandiya, gollandskiy lolalarni ko'rish xohlardim. Gollandskiy sirlarni yaxshi ko'rish, bilasiz, sayohat yaxshi ko'raman. Amsterdam deganda xursand bo'lib ketganman. O'sha vaqtda mana bunaqa qizil pasport qulayliklar yo'q edi. Zagran pasport yo'q edi. Avirga borib viza olardingiz. Mana shuncha spravka qilishingiz kerak edi Yevropaga chiqishingizda. Lekin Amsterdamga borganmanda o'shanda botulotoksin bu tarkibi neyroprotein ekanligini bilganman. Neyroproteinni organizmga, mushaklarga qanaqa ta'sir qilish mexanizmini teriga dozasini pasaytirib teriga qilamiz, yuqori dozada mushaklarga qilamiz. O'shanda men bo'ldi, o'shanda botoks bo'yicha ba'zan o'shanda olib kelganman. Endi qaysidir kosmetologlarni boshqa davlatdan kelib master klass o'tkazishadi, spikerlik qilishganda yedenitsalarini aytganda aytamanda xato, diffuziya beradi. Men bunaqa o'zi bilaman. Chunki men uni sostavini bilaman, dozasini qanaqa dozalashni bilaman va yuz mushaklari anatomiyasini haqiqatda zo'r bilaman. Chizib ko'rsatib berganman. Yana qaysi davlatlarda o'qigansiz? Amsterdamda o'qiganman, Fransiyaga, Parijga 3 marta, 4 marta borganman. Shvetsariyaga gelronka, toza gelronkalar bo'yicha Shvetsariyaga borganmiz. Dermatovenerologman bilasiz, intimniy protseduralarni oldin qilardim. Lekin aynan libidoga qiziqqanman-da, shu libidoni davolashni ukol intimniy gelronka yordamida libidoni davolash uchun Italiyaga o'qishga borganman, Milanga, imенно o'sha Instagramimga ham qo'yganman buni. Ginekologiya kafedrasiga borganman. Xo'p, Yaponiyada malaka oshirishga bordik, Koreyada rais bo'yicha malaka oshirishga bordik, egzosoma bo'yicha. Moskvaga, Peterga 2 marta borganman, endoskopiskiy pateshka bo'yicha borganman. Chunki plastik xirurgiyada o'qiganman-da, peshonani endoskopiskiy pateshka qilib ko'tarish bo'yicha birinchi marta borganman Peterga. Ikkinchi marta keyin kelganimdan keyin yozganman-da, men yaxshi o'rgana olmadim yoki meni ishim emas bu endoskopiskiy pateshka degan. Ikkinchi martaga qaytib kel degan. Boladan keyin ikkinchi marta qaytib borganman Peterga. Yaxshi o'rgandim, lekin qilmadim. Chunki bar kosmetologiya yaxshi menga, chin plastik xirurgiyadan ko'ra. Xo'p, Germaniyaga o'qishga borganman, lekin Germaniyada haqiqatda zo'r o'rganib kelganman. Nemetskiy rashot deydi-yu, nemislar haqiqatda zo'r o'rgatadi. Tan olaman, Turkiyaga 3 marta borganman, Turkiyada hech vaqt o'rganmaganman. Faqat sen meni alkadashimsan, elmali choy, faqat choy ichgin, sen bana alkadashimsan degan gaplarni eshitib kelganman. Bo'ldi. Vobshim o'qib kelmaganman. Paxta gubga machalka. Faqat paxta gubga machalka. Endi bu gap Turkiyani yomonlash emas. Shu gapni ziyodlab oldim mana. Shu keyin o'ylaganman Odessada haqiqatan Instagramga ham qo'yganman, zo'r o'rganganman. Odessada polimalochkani o'rganganman. Polimalochka bilan popalarni увеличить qilishni, polimalochka bilan hozir ham qilaman, ko'kraklardagi rasteshkalar, polimalochka bilan zo'r ishlashni, qo'rqmasdan ishlashni Odessada o'rganib kelganman. Dubayga o'qishga borganman. Ko'p borganmiz Dubayda.
lekin mana shu 2 marta New Organic professional ofisimiz olib borishgan. Men plotniy fillerlardan qo'rqardim, chunki kichkina kapillyarlarni siqib qo'yishi mumkin. O'shanda kislorod o'tmasligi natijasida nekroz bo'lishi mumkin-da. Bu endi meditsinani, anatomiyani bilgan odamda qo'rquv bo'ladi protsedura qilishga. Bilmaydigan odam asoratini bilmaydi uchun qilib ketaveradi. O'sha uchun bilmaydigan odam xato qiladi, biladigan odam xato qilgandan ko'ra qilmaganim yaxshi shu ishni deydi. O'shanda Dubayga borganimda men plotniy fillerlar bilan, qalin fillerlar bilan, qattiq fillerlar bilan ishlashni zo'r o'rganib kelganman. Podborodkasini qilib qo'yganlar, Nargiz opa degan kosmetologimiz borlar, xohlik podborodkalarni qildirganlarda darsdan keyin chiqqanimizdan keyin 2 kun voy deb qiynalib yurganlar. Mana shu nekroz bo'ldi-da deb keyin aytganman. Medikman, nekroz bo'lganda temperatura bo'lardi, bu faqat qizardi, o'tib ketadi deganman. Yo, O'zbekistonga kelgandan keyin o'tib ketgan. O'shanda bilganman qattiq fillerlar bilan ishlashni. Chunki qizlarimiz model bo'lganda, o'rganishga borgan professorimizga model bo'lgan. Hozirgi kunda ham New Organicni intensive stimulator bilan O'zbekiston bo'yicha men eng zo'r ishlab natija chiqaraman. 3-4 ta filler bilan ishlasa kosmetolog, men bitta filler bilan ekonomniy ham chiroyli rezultat chiqarib beraman. Chiqish kerak boshqa davlatga, o'rganish kerak. Sohaga kirayotgan ko'pchilik o'sha maktabda endi bitirib turganlar. Ota-onasi bilan gaplashadi, boshqa qiladi. Ota-onasi qanaqadir ma'noda yashirish kerak emas. Misol uchun, ITni o'rgan, ITda pul ko'p deydi yoki o'g'il bolalarda. Yoki stomatolog bo'l deydi yoki qanaqadir boshqa kasblarni aytadi. Puli yaxshiroq bo'lgan anaqaga qiziqtiradi. Sizda qanaqa bo'lgan? O'zingiz qiziqib kirganmisiz yoki ota-onangiz qanaqadir ma'noda boshtirnoqchida majburlashganmi? Yo'q. Men ota-onam, qarindosh urug'larim hammalari qarshi bo'lgan. Misol uchun dadam aytganlarda kosmetologiya desam, endi salonda lab pishirib. Yo'q, lab pishirish bo'lmagan o'sha vaqtda. Bo'lmagan o'sha vaqtda. Endi salonda o'tirasanmi? Odamlarning yuzini terib, qoshini terib, mana shunaqa deb o'ylaydi. Qosh, yuz terib o'tiradimi endi bu salonda deganlar, salonchi deganlar. Bo'lmaydi, yo'qot deganlar. To'g'risi. Uydagilar bo'pshi qarshi. Akam kosmetologiya nimaligini tushunmagan. Ana kenaylarimning gapidan keyin salonda yaxshi qiz ishlamaydi degan мнение bo'lgan o'sha vaqtda odamlarda. Kenaylarim gapiga kirib akam urushgan va dadam gapirganlar. Qarindoshlarim endi kelib salonchi bo'ldingmi deb menga rosa gapirishgan. Uyda tema bo'lmasangiz bo'ldi endi. Podkast chiqqandan keyin. Ya mayli, biladilar, lekin men qaytmaganman o'zimni xohishim, ishtiyoqimdan. Chunki juda ham qiziqib ketayotgan bo'lganman. O'zi boshida kosmetologiyaga bilasizmi, qiziqqanman. Ustozim oldilariga borganimda biza sovun tayyorlab berardik o'sha vaqtda. Sovunni mikserda emas, zibvalkada ko'pirtirardim. Ishoning, zibvalkada amiyaklar solardim, rtutni pretsipitat bo'ldi, parashogimiz, uni ezardim o'g'irchada. Blenderda ezmas edim hech qachon. O'g'irchada mana bunaqacha ezardim. Tabiblarniki bor-ku, o'shani Parkentskidan esimda o'sha 50 mingga olib ketganman. Toshligi bor edi, temirligi bor edi, yog'ochligi bor edi. Toshligidan olib ketganman. Mineralniy tosh, shu ham polezniroq bo'lsa deb. Men shu narsalarga qiziqqanman. Pilinglarni o'zimiz tayyorlardik. Misol uchun trixlorniy uksusniy kislota, tisa pilinglarimizni o'zimiz aptekadan olib, o'sha ximiyalardan olib tayyorlar edik biza. Shu bilan qiziqib ketib qolganman, kirib ketib qolganman. Men hozirgi kunda uydagilarimga уже tushuntirib bilganman. Bitta qiziq zo'r narsa aytaymi? Shunaqa qarindoshimiz bo'lgan. Endi men bir o'zim Toshkentdaman. Baribir endi qiz bola nima qilib yuribdi, bir o'zi Toshkentda, ota-onasi Buxoroda bo'lsa, satin boli salonda ishlayotgan bo'lsa degan narsa bo'ladi o'zbekchilikda. O'shanda Kenay ham aytganda, voy bir o'zi yuribdi, pul ishladim deydi. Qayerdan pul ishlayapti ekan deb qarindoshimizni bitta Kenayishga sal gapirib qo'yganlar. Keyin menga o'sha qarindoshimiz salonda ishlab nima qilasan? Undan ko'ra ket Buxoroga degan. Qattiq gapirmaganda, endi xotinning gapiga kirib menga mana shunaqa gapirgan. Keta qol Buxoroda bar salonda ishlab yuribsan-u degan. Keyin men aytganman-da, men sizdan non so'rayapmanmi? Uyingizda ijarada turay deyapmanmi? Yo osh-ovqat so'rayapmanmi? Nima so'radim men sizdan? Tinchingizni buzdimmi? Xohlamasangiz gaplashmaylar men bilan deganman. Men 3 yil gaplashmaganman qarindoshlarim bilan.
lekin rivojlanish bo'lgan. Bu bilan nima demoqchiman? Qarindosh bilan gaplashmaymiz. Menga shunaqa qarshiliklar ko'p bo'lgan, shunaqa ziddiyatlar ko'p bo'lgan. Даже Buxorodagi qo'shnilarimiz ham misolcha onamga aytishgan, "Voy, erga berib yuboring, mana bunaqa qilib yuboring." Ayol kishi, qiz bola dunyoga keladi, erga tegish bilan baxtli bo'lib ketmaydi. Baxt tushunchasi har xil bo'ladi. Qo'li yo'q odamni baxtsiz qo'li yo'q, chunki bizning qo'limiz borligini o'zi ham baxt. To'g'risida men mana shunaqa qarayman hayotga. Hozirgi kunda qarindoshlarim ichida eng obro'lisi men, lekin maslahat so'rashadi, yordam kerak bo'lganda yordam so'rashadi. Lekin men hech qachon aytmayman, vaqtida menga mana shunaqa degandingiz deb aytmayman. Eslamayman ham, aytmayman ham. Hozir salonda o'rganib gap so'z bo'lish shart emas. Mabodo o'sha viloyatdan kelsa ham To'ppa-to'g'ri. akademiya bor, universitet bor. Hozir shunaqa zo'r boshlangan vaqt kosmetologiya. U bizning vaqtimizda edi. Bizning vaqtimizda bilasizmi, bitta botoks hozir hammada turadi. Bizda botoks hech qachon flakonda berilmagan. Kimdir botoks ochsa, biz olib kelardik shpritsda. Klientimiz o'sha kun chaqirib, o'sha kun kelardi klientlarimiz. Shunaqa edi-da. Hozir klientlar bugun boraman, botoks qilib qo'yasizmi desa, shunday xaladillikdan olib qilamiz. Kosmetologiyaga o'rganaman desa, mana kosmetologiya akademiyasi bor. Kosmetologiyada o'qiyman desa, kosmetologiya universiteti bor. Boshqa davlatga malaka oshiraman desa, kelsin, mana nechta kosmetologlarning vizalarini to'g'rilab berganmiz. Boshqa davlatga o'qishga olib borib kelamiz. Zo'r zamon. Yashab bersang bo'ldi deydi. O'qisang bo'ldi. Hamma imkoniyatlar bor. Biza может o'ylaymanki, hozir hammasi tayyor bo'lgani uchun sohada rivojlanish kam deb o'ylayman. Anaqa bizachi, men kosmetologiyada nimaga erishgan bo'lsam-chi, zina juda ham qiyin, zinadan emaklab mana bunaqasiga tirishib chiqqanman. Yugurib chiqib olmaganman. Instagramga misol uchun proyektchilar sizlarga pulni sanab, give o'ynab, podpischiga yig'ib, blogerlarni, qo'shiqchilarni chaqirib chiqmaganman. Men Instagramni ko'rish mumkin, hech qachon men hech kimga reklama qildirmaganman. Akademiyamni ham, misol uchun o'zimning ham profilimni zina etapni chiqqanman. Birdaniga paq qilib yonib, paq qilib so'nib qolganlar qancha bu sohada. To'g'risida 2-3 yil oldin kosmetologlik qilgan qizlar Instagramda voy zo'r kosmetolog, blogerlar, qo'shiqchilar maqtagan qizlar bugungi kunda psixolog yoki dietolog bo'lib olgan. Yoki voy kosmetologiya bo'lmadi deb boshqa biznesga o'tib ketgan. O'sha uchun kosmetologlarning hozirgi kunda nomi ko'p, sifati yo'q. Umumiy kosmetologiya haqida gaplashdik. Keling endi akademiya haqida gaplashsak. Kurs haqida. 1 oylik baza kursingiz bor. 1 oylik baza kursingiz bor. Bu kurs qanaqa? Bitirib chiqqandan keyin kim bo'lib chiqadi? Ko'pchilik mana 1 oylik deydi-yu. 1 oyda ham siz keling o'rganishga ancha muncha narsa bor. Haqiqatda ko'p narsa bor. Biz 1 oy ichida mana har kun har xil yangi temalar, har kun har xil darslar o'tamiz, har xil mavzuda. Endi kirib borish uchun fundamentalniy kosmetologiyada bu boshdan kirish uchun, chalkashib ketmasligi uchun biz buni qilib ko'rsatamiz. Qilib ko'rsin, uyiga borib qilib ko'rsin, qarindoshlariga, qo'shnilariga qilib ko'rsin. Qo'lda bunaqa boks berib qo'yamiz preparatlar uchun. To'g'risi, ko'rgansizlar, alohida preparatlarni hisob berib olamiz. 1 oylik baza kosmetolog kursimizda bu kosmetolog nima vazifa qilishini o'rganadi. Teri anatomiyasini, diagnoz qo'yishni o'rganadi. Kosmetologiyadagi hamshiralik ishini o'rganadi. Inyeksionni kosmetologiyani o'rganadi. Ya'ni mezoterapiya, plazma lifting. Mezoterapiya ham umumiy katta mavzu, katta tushunchada lazerli protseduralarni o'rganadi. Chandiqlarni davolashni o'rganadi. Voy, juda ham ko'p mavzu. Nitlar qo'yishni o'rganadi. Mana 1 oyda ancha-muncha narsa o'rganish mumkin. Nima uchun men 1 oylik qisqartirib qo'ygan aytaymi? Chunki bu maktab emas, kollej emas. Bizda o'rganishga keladigan odamlar hunar o'rganishga keladi. Teri anatomiyasi deyapsiz. Ko'pchilik kosmetologlar ustoz shogird bo'lib, teri anatomiyasini bilmaydi. Texnika o'rganadi, protsedura o'rganadi. Teri anatomiyasi o'zi kosmetologga nima kerak? Teri anatomiyasini bilmasa nima qiladi kosmetolog bo'lib ishlab? Teri anatomiyasini bilmagan odam teriga diagnoz qo'ya olmaydi. Teriga diagnoz qo'ygandan keyin mana terini muammosi, diagnoz qo'yishni va teridagi muammoni aniqlandi. Shu muammoni qaysi vitamin, qaysi preparat yaxshilaydi? Sostavini bilish kerak bo'ladi. U farmakologiya bor. O'shandan keyin davolaydi. Bo'lmasa yuraveradi. Kim reklama qilsa o'sha preparatni qilib, o'tkazib, patsiyentning vaqtini, pulini olib, natija yo'q, yuraveradi. Patsiyent ham sarson, kosmetolog esa voy natija berish kerak edi, preparat yaxshi edi, kosmetolog hayron, klient sarson, yuraveradi. O'sha uchun teri anatomiyasi kerak. Kursingizda kimlar o'qish kerak? Ya'ni kimlar uchun mo'ljallangan?
kursimda kosmetolog bo'lishni haqiqatda xohlaydiganlar o'qishi kerak. Birinchisi. Bu maktab o'quvchilari ham bo'lishi mumkin. Ya'ni maktab o'quvchisi emas, 11-sinf tugatganlar, texnikumni, kollej tugatganlar yokida oliy ma'lumotli universitet institut tugatganlar. Shunaqalar ham bor. Vrachlar ham kelib o'qiydi. Men kosmetologiya kursimda, MS akademiya ham bir oylik kursida doktorlar, vrachlar ham kelib o'qiydi. Ilmiy ish o'qigan shogirdlarim ham bo'lgan. Aynan teri kasalliklari bo'yicha, kosmetologiya bo'yicha. Da. Kursingizda 3 ta afzalligi. Kursimning 3 ta afzalligi bilim darajasida sifat. Bizanikidaqa sifat yo'q. 100%. Sifat deganda nima? Sifat mavhum tushunchada. Sifat to'g'ri aytdingiz, mavhum tushuncha. Biza har bitta qilinadigan protsedurani asoslab o'rgatamiz. Biza kosmetologiya, bir oylik kosmetologiya kursimizda faqat protsedura qilishni emas, protseduraning texnikasini emas, shu protsedurani mohiyatini o'rgatamiz. O'shanda sifatli bilim berilgan bo'ladi. O'shanda kosmetolog kimga, qachon, nima uchun protsedura qilishni biladi. Protseduraning texnikasini o'rgatish boshqa, kosmetologiyada dars berish boshqa. Birinchi afzalligi, ikkinchi afzalligi bu MS akademiyada o'qitiladigan dasturni men tuzib chiqqanman. Men dasturni tuzib chiqib tasdiqlatganman. Ya'ni 15 yillik stajim tasdiqlab berishgan. Kimga tasdiqlatgan? Siz mana shu hujjat ishlarni ham ko'pchilik tushunmaydi-da. Oliy ta'lim vazirligi va innovatsion texnologiyalar vazirligi, shuningdek sog'liqni saqlash vazirligi. 3 ta vazirlik tasdiqlagan. Adliyadan ro'yxatdan o'tgan. Shuning uchun bizning diplomimiz ofitsialniy. Ko'pchilik kosmetologlar menga diplom bering, mana fevral yoki mart oyi bilan, oldingi yil bilan qilib bering deydi. Yo'q, men uni qilib bera olmayman. Chunki har bitta kosmetologning nomiga bizada o'qishga hujjat topshiring deyman, registratsiya qildiring deyman. Registratsiyadan keyin har bitta kosmetologni o'sha nomiga maxsus raqam beriladi. U raqamni men 2 ta 3 ta olib qo'ya olmayman, qachondir kimgadir sotishim kerak deb. Tibbiyotdan umuman xabari bo'lmagan odam bu kursda o'qisa natija oladimi? Albatta oladi, olganlar bor. Tibbiyotdan umuman xabari bo'lmaganlar uchun men aytdim-ku, birinchi kelgandan MS akademiya kosmetologiyamizda biz shpris ushlatib qo'ymaymiz. Boshlab olamiz unga. Birinchi kosmetologiya nima, kosmetologiyaga oid bo'lgan meditsinskiy terminlar, immunomeditsinani qaysi yo'nalishi, qaysi protseduralar kerak kosmetologlar uchun o'shalarni o'rgatib bo'lgandan keyin kosmetologiya protseduralariga o'tamiz. Va diplomda ham kichik tibbiy hamshira va kosmetolog estetist mutaxassisligini beramiz. Kursda faqat siz dars o'tasizmi yoki boshqa ustozlar ham bormi? Boshqa ustozlar ham o'tadi. Teoriyani, qiyinroq protseduralarni, praktikalarni men o'taman. Aynan siz o'tadigan qismingiz necha soat, qolgan ustozlarniki necha soat? 50-50. 50-50. Amaliyot darslari qanaqa o'tadi? Amaliyot darslari har bitta o'quvchiga ko'rsatib beriladi. Общий umumiy bitta qilib ko'rsatib beriladi-da, bitta modelda. Undan keyin o'quvchilar bir-birlariga qilib ko'rishadi. Chunki bir-biriga qilib o'rgansa qulay bo'ladi. Masalan, kursda 15 ta o'quvchi bo'ladi deylik, 15 ta o'quvchi 15 ta model. Mana har bitta protsedurani qilib ko'radi-yu, 26 ta protsedurani qilib ko'rganda o'zi dars 26 kunda, 4 ta yakshanbadan tashqari. Qilib ko'rganda bir oyda biladi, mana sizni yuzingizda qaysi protsedura yaxshi natija berdi, menga o'sha protsedura qilganda menga yaxshi natija bermadi. Farqi nima? Chunki sizning muammongiz boshqa, meni muammom boshqa. Agar haqiqatda o'qishga kelganlar ko'pchilik aytaman, kallasini ishlatsa 15 ta model, ba'zi kurslarning gruppalarimiz 20 ta o'quvchi bo'ladi, 20 ta model. Mazza qilib ishlanglar deyman. Qo'shimcha narsalar beriladi dedingiz-ku, sovg'a, bonuslar, o'shalar nima aynan? Bir oylik kursimiz tugatgan o'quvchilarimizni ba'zilariga berganmiz sovg'a, chunki hamma gruppada ham shunaqa zo'r o'quvchi chiqmayapti. Haqiqatda o'qiyman deydigani bo'ladi. Bir oy ichida yaxshi natija ham ko'rsatib bera oladi-da ular. Bu nima degani? Masalan, protsedurani o'rganadi, borib qarindoshlariga, tanishlariga qiladi-da, chiroyli do'y postlar olib keladi bizga. Keyslar ko'rsatadi, do'y postlar ko'rsatadi. Yokida nima o'rganganligini Instagramda chiroyli qilib izohlab tushuntirib berganlarga $500 sovg'a. Hozircha 2 ta o'quvchimiz oldi. Shu paytgacha. Shu vaqtgacha. Mana shunaqa deb qiziqtiraman, shu natijaga erishishga harakat qiladi-da, natijaga erishishga harakat qilgan odamda rivojlanish bo'ladi. Sizning tajribangiz qanaqa? O'zi aynan nimaga sizdan o'rganish kerak? Men to'g'risi Qisqacha. kosmetologiya yo'nalishi bo'yicha ko'pincha boshqa davlatda malaka oshirganmanda, fake bo'lmagan haqiqiy kosmetologiyani bilaman. Patsientlarimga ham xuddi shunaqa tavsiya qilaman.
qilib bera olaman, qilib bera olmayman. Rezultat bo'ladi, rezultat bo'lmaydi deb ayta olaman. Va menda o'qigan kosmetologlar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar men aytganimni qilsa, qilmaydiganlari ham bor. Yana bitta narsa, men o'zim doktor bo'lganligim uchun kosmetologiyani ularga noldan boshlagan kosmetologlarga haqiqatda fundamentalniy noldan beraman. Fundamentini mustahkamlab qilib bera olaman. Qilib bera olganman va bir kunlik o'sha bir oylik daromadi kamida 20 ming, 10 mingga chiqqan shogirdlarim bor. Mana o'zingiz eshitdingiz o'tgan safar podkastda bir kunda $1000 topadigan o'quvchilarim bor. Chunki fundamenti zo'r. O'rtaroqda shu paytgacha shu 1000tacha o'quvchi o'qitgani birontasi natijasini olib chiqmaganda. Endi olib chiqamiz. Xudo xolasa, ha, shunaqa. Dachada bitta ikkitasini oldik. Xo'p. O'tgan yil olib chiqqanidek o'quvchilarim o'zi xohlaganman. Jizzaxdan Gulnoza, Buxoroda Shahloni olib chiqqanmiz, Qurboni Varanoni olib chiqqanmiz. Qisqacha reelsda-yu. Qisqacha reels olib chiqqanmiz, ha. Uni borib ofisini ko'rsatish kerak. Ba'zi o'quvchilaringiz aytdi, bitta Malibu tikib olganman dedi ofisga. Shunaqa. Ofisga Malibuni tikib olib 3 oydan keyin kiya olganman dedi. To'g'ri. Men kiyimga havas kelar edi. Ustoz sizga shu darajada havas qilgan ekanman. Hatto kiya oldim. Siz kiyani yaxshi ko'rasiz, men ham kiya oldim. Kiya Sanet. Dedi, meniki Sanet, uniki Sanet. Diplomni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazganman dedingiz-ku. Litsenziyani o'sha Adliya vazirligidan, Ta'lim vazirligidan va Sog'liqni saqlash vazirligidan. Xalqaro deyapsiz. Aynan nimasi xalqaro? Diplom o'zi qachon xalqaro bo'ladi? O'zi diplom ko'pchilik misol uchun masalan Toshkentda oliy ta'lim muassasasini bakalavr, magistratura, ordinaturani tugatishadi-yu. Boshqa davlatga borganda nostrifikatsiya so'raydi. Ularning diplomi ba'zi oliy ta'lim muassasalarining diplomi boshqa davlatda qabul qilinmaydi-da. Boshqatdan o'qish kerak bo'ladi, kvalifikatsiya olish kerak bo'ladi. Lekin bizning akademiyamizning diplomi boshqa davlatlarda ham o'tadi. Chunki kosmetologiya akademiyasi dasturli, diplom beradigan, ro'yxatga olingan akademiya bitta O'rta Osiyoda. Bitta mana shu. Bitta O'rta Osiyoda emas akademiya kosmetologiya. Nima uchun boshqa joyga Turkmanistondan o'rganishga kelmaydi? Nimaga Erondan o'rganishga kelmaydi? Chunki boshqa davlatlarda ham ustoz shogirdchilik instituti kosmetologiya va kosmetologiya shkolasi. Ularning rivojlanishini keyingi qadamiga, keyingi etapiga chiqish uchun ularda kosmetolog ekanligini tasdiqlovchi diplomi yo'q. Lekin biz uni bera olamiz. Kosmetolog deb tasdiqlaydigan diplom. Chet eldan keladigan o'quvchilaringiz ham bormi? Chet eldan juda ham ko'p o'quvchilarimiz bor. Ularga qanaqa tilda o'tiladi? Ingliz tilida o'tiladi, Erondan keladiganlarga tojik tilida o'tiladi. Aynan qaysi davlatlarda ishlay oladi? Londonda ishlashyapti, Amerikada o'sha filialimiz bor. Xo'p, Dubayda bez problem ishlashyapti, Turkiyada ham ishlashyapti, Moskvada juda ham ko'p qizlarimiz bor, Peterda bor. Bittasi Xitoyda o'zini kosmetologiya markazini ochdi. Ikkita shogird chiqardi. Kosmetologiya markazini ochdi. Diplom qilib bera olamanmi dedi. Yo'q, diplom qilib bera olmaysan. Bizda onlayn registratsiya qilishing mumkin. Lekin O'zbekistonga kelish kerak dedi. O'zbekistonda kelmagan odamga men o'qita olmayman. O'zbekistonga kelish kerak dedim. Imtihon topshirish kerak dedim. Qozog'iston, Qirg'izistonda rosa ham ko'p o'quvchilarimiz bor. Ishlashyapti bemalol. Kurs narxi haqida o'ylab yurganlar ham juda ko'pda. Kurs narxi o'zini qanchalik oqlaydi? Kurs narxi agar juda arzon emas. Kurs narxi arzon. Men sizga aytay, kurs narxi arzon. Chunki kosmetologiyada o'rgataman deydi-yu, nimani o'rgatasan deb savol bermaydi. To'g'ri? O'sha kosmetolog yaxshi ko'radi, havas qilib o'rganadi. Lekin kosmetologga shogird tushib borganda yangi bordimi, bugun botoksga klient keldi, 0. Bugun botoksni ko'radi, ertaga labni, undan keyin nitni, keyin mezoterapiyani pala-partish ko'radi. Va ustozi qilgan narsani, faqat o'sha narsani o'rganadi bo'ldi. Yangilik yo'q. Bizning kursimizda ustoz shogirdchilikda o'rganishadi-da, lekin ularga kosmetolog ekanligini tasdiqlovchi diplom yo'q, berilmaydi. Bizda misol uchun nima uchun arzon dedim? 26 xil texnika o'rgatiladi. Buni ko'p kosmetologlar bilmaydi. Diagnoz qo'yish o'rgatiladi. Hamshiralik degan mutaxassislik beriladi. Plus bonusiga kosmetolog degan diplom bonusga beriladi, bonusga. Diplomga asli pul to'lamagan hisobida bo'ladi-da. Mana 1 oy ichida 26 ta texnika, ko'p narsa o'rganadi kosmetologiya yo'nalishida. O'ziga ishonch bo'ladi, awareness oladi bizda. Qayerda o'qigansan? MS diplom bilan ishlayapman deydi, любой joyda. Ko'rdingiz, shunaqa narsa. Bu aslida juda ham arzon. Kurs narxini ham aytib ketaylik. Kurs narxi $1,500, $1500. Bor yo'q 20 million ichida
ham kosmetolog degan diplom oladi. Plus medobrazovaniyasi bo'lmasa hamshiralik ishini oladi. Bemalol inyeksioniy protseduralar qilish mumkin bo'ladi. Boshqa davlatga chiqib ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ham qayerda o'qidingiz desa MSda o'qiganman deydi. MSda o'qish uncha-munchasiga emas. To'g'risi. Yana bitta narsa, ustoz shogird bo'lib o'rganadi, ustoz shogird bo'lib o'rganda, ustoz nima bilsa, bugun nima protsedurani qilsa shuni ko'radi. Palapach, chala yarim o'rganadi. Bizada anatomiyadan boshlab o'rgatilib ketiladi. Terini qavatlarini birinchi qavatida qaysi protsedura qilinadi, polni tugatilgandan keyin ikkinchi qavatiga o'tiladi. Ikkinchi qavatidagi protseduralar o'tib bo'lgandan keyin uchinchi qavatiga o'tiladi. Mana etapni ketadi, fundamentalni ketadi. Bizada ko'proq praktika ko'radi. Gruppada 15 ta o'quvchi bo'lsa, 15 ta o'quvchi bir-biriga qilsa, 15 ta model. Ustoziga misol uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy o'qir misol uchun, bugun kelgan klientini hech qachon qaytib ko'rmasdi. Poslisi qanaqa bo'ldi, to'g'risida, lekin bizada gruppovoy-ku, har bittasiga qilib ko'rganda 1 oy davomida o'shani natijasini, reabilitatsiyasini ko'rishadi. Yana bitta narsa, ko'pchilik kosmetologiyada, men kosmetologlarni yomonlamayman, lekin protsedura qilishni o'rgatadi. Asoratlarini-chi? Bizada asoratlarini davolash ham o'rgatiladi. 5000, 6000 dollarlar, misol uchun 100 million, 50-60 million to'lab chala o'rgangan yaxshimi? 20 million to'lab fundamentni qo'yib olib, diplomini olib, biz texnika o'rgatganimiz bilan birgalikda preparat bilan ishlaydi kosmetolog, to'g'rimi? O'sha preparatni qayerdan olishni bilmaydi ko'pchilik. Ustozlari aytmaydi. Bizada professional ofislar kelib, bularni bazasiga qo'shadi. Mana shuncha imkoniyat bor yo'q 20 million uchun. 20 millionga butun umr uni boqadigan hunar, butun umr mana kunuz boshqa joyga chiqib ketmaydi. Yuzini oqlaydigan kosmetolog degan diplom, boshqa davlatga borib ishlash imkoniyati. Agar yaxshi o'qib, meni ko'nglimdan joy olsa, mana olib boraman, o'quvchilarim boshqa davlatga olib boraman, malaka oshirishga. Bor yo'q 20 millionchaga shuncha imkoniyat. Bundan tashqari butun umr biza uni qayta malaka oshirishini qo'llab-quvvatlaymiz. Butun umr biza alohida gruppamiz bor, MS Family, har bitta protsedurani, har bitta protokolni obsujdeniyasini qilamiz. O'qitib, diplomni berib bo'ldi deb, misol uchun diplom bermasa ham ba'zi kosmetologlar o'qigandan keyin namuncha so'rayverasiz deydiganlari bor. Oxiriga javob bermaydi shogirdini. Shogird shunday chiqadi, tintirab qoladi, qayerga nima qilish bilmasdan. Bizada yo'q, o'qib diplom olib bo'lgandan keyin ham polni nabludeniya qilamiz. 20 million ichida bu 20 millionga qimmatmi yoki arzonmi, siz ayting endi. Men ham to'g'risi boshida ishonmagandim. O'sha dachaga chiqqan o'quvchilaringiz bilan gaplashib, o'sha 1 oyda, 3 oyda, uzog'i 6 oyda o'sha kurs pulini chiqarib, tikkan pulini ham chiqarib, ana O'zbekiston sharoitida yaxshigina daromad qilib yurganlari ko'p ekan. 20 million o'qishga bergan pulini 1 oy ichida o'qish vaqtida chiqarib ketgan o'quvchilarim bor. Bilasizmi qanaqa qilib? Chunki o'qishga kelganda men ularga boks beraman-ku, preparatlarni. Endi kerakli bo'lgan preparatlarni beraman. Ma'lum bir protseduralarni preparati. Bugun chistkani o'rganadi, shunday boksini olib borib qo'shnilariga pulga qilib keladi. 200 ming, 300 mingdan qilib keladi. Молодец. Shunday plazmani o'rganadi. Ustoz, qo'shnim olib kelsam maylimi deydi. Olib kelayman, dars tugagandan keyin olib keladi, mana shu yerda qilib ko'radi. Zo'lsha kapelnitsani qilib ko'rsam maylimi deydi, qilib ko'radi. Shu joyni o'zida bizaga to'lagan pulini chiqarib, o'sha puliga yangi preparatlar olib ketadi, ish boshlash uchun. Mana shunaqa shustra o'quvchilarim bor. Boshqalarning gapiga ishonib yuradiganlari ham bor. Endi qilaman, keyin qilaman, hali o'rganib olay deb. Ana guruch ko'rmaysiz demaydi. Natijaga chiqmagan o'quvchilar ham bor. Bor. Qanaqadir ma'noda o'zi shunchaki ketib yuradigan. Bitta narsa aytaman. O'quvchilarga aytaman-da, masalan, bizada 5 точка o'tiladi, nitlar o'tiladi. To'g'ri, biz bir martalik rasxodini beramiz. Endi 20 million pulga men preparatlarimiz ham 40-50 dollardan bo'lib yotibdi. Har bitta o'quvchiga beraversak, o'zi shundoq ham tekinga o'qityapmiz, to'g'risida. Litsenziyani ham to'lovi bor, nalog to'layman misol uchun har bittasi uchun. Endi qarang, aytaman-da, qizlar, bir kunda qanchaga obed qilasizlar desam, ba'zi o'quvchilarimiz bor, Tashkent City Malldan obed qilishadi, restoranlarga borishadi. Rosa qimmat 300 ming, 400 ming obed qiladi. Aytaman-da, insonlar, bir kunlik obeding mana minimum 150 ming bo'lsa, ikkita somsaga o'qishga kelgansani, o'sha 150 ming 10 dollar bo'ladi. 10 dollardan 5 tang o'sha 50 dollarga bitta preparat olganda, bittani yuziga qilib ko'r. Keyingi obedingni pulini bunga qilib ko'r. O'rgan, shu yerda bo'lganda o'rgan deyman. Ularga u kerak emas. Ular toqqa boradi,
Bir oy o'qishga kelgan kosmetologiyada, ular toqqa aylanishga boradi, ular parkka boradi, ular shopping qiladi, ular zo'r joyda ovqatlanishni yaxshi ko'radi. Yana qatlagadir boradi, men aylanishga bormagan joylarimga boradi ular. Natija chiqmaydi shunda. Natija yo'q. Oxirgi haftada voy deb qolsa, voy tugadimi? Qachon o'tib ketdi Endi deydi. imtihon topshirish kerak. Imtihon topshirish kerak, u tugadi. Ey qizlar, qaranglar deyman. Yana ba'zi xil gruppa bor, o'qishga kelishadi, qizlar, qolib praktika qilinglar, mana bir-birlaringizga qiling. U bunga qilsin, sen bunga qilgin. Mana shu yerda bo'laman, tushib qarab turamiz. Qilinglar, o'rganinglar desak, bo'pti, xo'p ustoz, bir-birlariga qarashadi. Shunday boshqa kosmetolog individualniga ketishadi. Oxirgi haftasiga yana qaytib kelishadi. Ba'zilari individualnida, misol uchun, pulim olib qo'ydi, endi pulim olishga yordam bering deydi. Sen o'sha kosmetolog bilan individualniga shogird tushayotganda mendan so'raganmiding, yo men hisob-kitobingga aralashuvmiding deyman. Bor bunaqalari ham. Biladi, u kosmetologlar bir oylik o'rganishga kelgan, bu hali nol. Sen oldin kosmetologiya bazani o'qi, fundamentalni kosmetologiyani o'rgan, undan keyin menga kelasan deyish yo'q. Bo'ldi, olishadi. O'quvchilarchi chalkashib qoladi, fokus ajralib ketadi. Fokus ajralgandan keyinchi maqsad yo'qoladimi, natija bo'lmaydi. Yana bir xil o'quvchilarim bor, kredit olib keladi, qarz olib keladi-yu, tezroq o'qishni tugatib, shu qarzni, kreditni to'lashni o'ylaydi. Maqsad pul topish. Pul topish bo'lgan odamda natija bo'ladimi? Men o'quvchilarni yomonlamayman, lekin maqsad natijaga erishish bo'lsa, o'qishga keldimi, o'qisam aytaman, 1 oy qizlar, 1 oy. Meni tanlab keldinglarmi? O'rganinglar, so'ra, men javob beraman senga. Tushunmaganing so'ra, men senga aytaman deyman. Bizga darslar yozib olinadi, yozib olingandan keyin gruppaga ham tashab beriladi. Uni ko'rmaydi qizlar. Bizning kursimizga, kosmetologiya kursimizga o'qishni xohlaydiganlar uchun pastda telefon nomerlari va ofisimizni adreslarini yozib qoldiramiz. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Ko'pchilik kosmetologiyaga o'rganishga kelganlar viloyatdan kelishadi-da, oldin boshqa joyga o'rganishga borishib, men adres deganda bitta narsa esimga tushib ketdi. Viloyatdan kosmetologiyani o'rganishga kelishadi-yu, aldashadi o'sha qizlarni. Bilasizmi, rosa katta summaga tushib aldashadi-da, na hunar o'rgatishadi, na diplom berishadi-da. Keyin ular kelib menga, bizaga murojaat qilishadi-da, ofisga kelgandan keyin aytadi, "Mana o'qitadigan joy" deydi. Meni xonasiga tiqib qo'ydi, kushetkasi bor edi, o'qitaman, o'rgataman deb aytib, kichkina xona, mana auditoriya, mana leksionniy zal, mana hamma shogirdlaringizga kushetkalar dedi. Dars o'tganimda yig'laveradi. Har bitta dars uchun prezentatsiya tayyorlangan. Prezentatsiya qo'liga ishlatadigan preparatlarini boks qilib berib qo'ysak, o'sha biladi farqini. Farqini tushunadi. Agar bugungi podkast suhbatimizda sizlarga qanchalik foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan savollaringizga javob bera olgan bo'lsak, like bosib, обязательно kommentariy yozib qo'yinglar va yana qanaqa savollaringiz bo'lsa yozib qoldirsalaringiz, biza mana shu yoqqa dam olayotgan joyimda ham kelib, Nurmuhammad, men sizlarning savollaringizni berib, chiroyli videolar qilamiz. Va aytgancha, buni kosmetolog bo'lishni xohlaydigan, kosmetologiyaga o'qiyotgan tanishlaringizga ham yuborib qo'yinglar. Pastdagi telefon nomerlari orqali bizning kursimizga yozilishingiz va pastdagi adres orqali ofisimizga kelib, dars jarayonlarimizda bir kunga bepul qatnashishingiz ham mumkin.